tark etmasin. Jajji bolajonlarimiz ishtirokidagi mo'jazgina bayramimizni tomosha qilishga barchangizni taklif etamiz. Marhamat. Someone holds me safe and warm.
ayta qolibdi. Babamdan kelsam, qonasiz chinda qolmamam bordi. Siraysiz mendan qolmamam bor, mening uzoqlarda yuradi. Yo'limiz oq bir shunday qor yog'dirib turadi. Malades, qizalog'im, she'ra qiz. Bular qo'rqizga o'xshagan she'rlar, raqslar ayta olmaydi. Yo'q, bolajonlarimiz juda ham iste'dodli. Sizni qo'rqizingiz ham juda ham aqlli, odobli ekan. Qo'rqib uni birga olib kelishingiz kerak edi. Yo'q. Sizni o'tirib tomosha qiling, baho berasiz. Maylimi? O'ylab berishim kerak. O'tiring, ham. Sizga bor boboni joyini beramiz. Qo'rqizingizmi ham? Shu yerga. Qani yoningizga joylashtiramiz. Hozir bolajonlar birgalikda yalboq kampirga o'zimizni san'atimizni ko'rsatamiz. Xo'sh? Yangi yilga Alloh aqiylik, mana bugun qilajakmiz sen bilan. Yangi yilga aqiylik, faqat 4-5 bilan. Xo'p qalbli insonni qutlab, e'zozlab, baxtli tong otmoqda. Yangi yil so'nggi kelajak mehri dillarni so'zlab, suruv yangraydi hayotu hangi. Bir chekka suruv qandi quyin dildan alamni. Tabriklaydiya qo'lga oldim qalamni. Yangi yil qutmoqlik, ezgulik tilab, ulug' afsonalar har xonadonda shodon chekkalardan qo'l ochar xanda, orzular mazmuni tinchlik, omonlik, gulzordek yashasin onalar bog'i. Kuzatamiz eski yil, xayr, yaxshi qol, mehnat qilib charchading, endi esa qoldik ol. Sendan mazza qildik biz, rosta o'ynab kuldik biz. Yoshmi
Bir yosh baxtimiz xuddi quyosh. Orziqib kutilgan aziz mehmondek, tashrif buyurmoqda yangi yilimiz, qalbimiz yorishib nurli osmondek. Go'zal his tuyg'uga to'lar dilimiz. Sendan tizgan marjon a'lo mahallalarimda kalti qo'ya archam shoxlaringni egib Ak boboning uyida aziz mehmon qurtarsan, bugun uning to'yida ana sasos tutan. Tilaklarimdan biri Malibu pulga to'lsin.
Rahmatini doimo qadrlaylik, sog'ingan ko'ngillarni. Yangi yil sovg'asi bizga shergan narchasi, biz ashula aytamiz, yangi yil tilaymiz. Beylari shifga yetgan nigina bir yuki kelsa, zar ro'moljo'la taqib yashanishimiz kecha. Sana kulib keldi yangi yil, qorda oppoq orzular bisyor, ezgulikka yog'ilgan xatlar, davra qilib aytaylik alyor. Sen meliksen, en nüfsiyat güçken, kıp kızıl ayar içken.
komplemanga chiroyli qo'shiq, she'rlar, raqslar aytib beradi. Ha, Mayli, hammasini men tinglab bo'ldim. Senga hech narsa qilgani yo'q. Yalmog'izni kechiramiz bolalar. Bugun bayram to'g'rimi? Sizlar bilan salomlashishim esimdan chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, mehribon ota-onalar, aziz bolajonlar. Kirib kelayotgan yangi yil hammalaringizga muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil barchamizni xonadonimizga fayz, baraka, qutlug' bo'lsin. Olam quvonchlar olib kelsin. Erta siz yana bu yilgi yangi yilni demak maktab quchog'ida o'tkazasiz. Demak maktabga bo'lganingizdan keyin a'lo baholarda o'qing. To'g'rimi? A'lo baholarda o'qishlaringizga omadlar tilayman. Bayram kayfiyati sizlarni hech qachon tark etmasin. Qopim to'la sovg'alar. Bobo, agarda sen salomlashmaganingda hammani tabriklaganimda qo'rqizingni hech ham bermasdim. Voy meni qo'rqizim, niye o'g'irlab kelding? Meniki bu. Judayam charchab qopimni ko'tarib keldim. Yo'q, qo'rqiz meniki bo'ladi. Seni lekin jazolash kerak. Bayram o'tgandan keyin jazolaymiz, bolajonlar. Barakalla bolajonlar. Korpusimizni yana bitta qorbobomizga atalgan she'ri bor. Shundaymi? Sen menga aytmading-a? Mayli. Qani qo'rqizim, qani izing aytchi. Chiroyli qilib ayt qizim. Menda chiroy arimas, xayri durush o'ssa ham qo'rqizingiz qarimas. Voy barakalla qizim, barakalla. Judayam yaxshi. Bolajonlar bugun bayram zo'r etyaptimi? Ey barakalla. Ota-onalarimiz yetib qo'lishdimi? Ustozlarim, keling bir ota-onalar bilan bir qiz qayli o'yin yetkazaylik. Siz menga yordam bering. Yaxshi. Hozir bolajonlarimiz shunchalik faol, ularni ota-onalari ham shunchalik faol bo'lishlari kerak. Hozir 5 ta tarbiyalanuvchilarimizni onalaridan taklif qilamiz. Hozir mana shu sharlarimizni tepada o'tib turgan holatda yerga tushirmasdan mana bu kiyimlarimizni tezlikdan kiyish kerak. Yana bir kishi. Lola. Saposhka. Mayli, kiyimlarni o'zlariga moslab qo'yinglar. Sharlar o'tib turgan holatda. Hozir boshlaymiz. Tayyorgarliklar bo'linglar, mayli. Sharlarimizni birinchi o'rinda Ibrohimning onasi, ikkinchi o'rinda Shukronaning oyisi bo'ldilar. Muhammadjon onasi va eng oxirida Madidaning oyisi bo'ldilar. Lekin hammalariga katta rahmat. Rahmat. Yıllar
nihoyasiga yetdi. Bebaho vaqtingizni ayamasdan tomosha qilishga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Yangi yil barchangizga baxt, saodat, omad olib kelsin. Hozirgi so'z navbatini tashkilotimiz direktori Ruslan Mashahurxonovga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlar. Hammalaringizni kirib kelayotgan yangi 2026 yildan chin qalbimdan tabriklayman. Kirib kelayotgan yangi yilimiz shu o'tkazgan yilimizdan ham yanada quvonchli, baxtli, chiroyli bayramlar bilan bizlarni xursand qilishsin. Bugungi guruhimizga ham kattakon rahmat. Chiroyli bayramni tashkil qilganlaringiz uchun tashkilotchilarimizga hammalaringizga rahmat. Omad
qizimlarni tabriklayman.